Har doim qizlarimiz soch prichoskasini ko'rsatganimda zakolkalarni obzor qilib bering deb so'raydilar. Bu yer dunyo zakolkalarni zakaz qilganimga 5-6 oydan oshgan. Kimimdan sezib turgan bo'lsanglar kerak, yoz vaqtida olingan video, lekin montajni endi tugatdim. Sababi orada reklamni proyektlarim va videolar bilan ovora bo'lganim uchun bu video kundan kunga orqaga surilib keturdi. Instagramda shunaqa shirin zakolkalarni, shirin qizchalarni sochida ko'rganimdan o'zimni qizlarimga ham havas bilan har xillaridan zakaz qilgandim. Diqqatimni iloji boricha 1,5-2 yoshli qizlarni sochiga to'g'ri keladigan zakolkalardan boshlab 6-7 sinf o'quvchilari kerak bo'lsa katta qizlar ham bemalol taqa oladigan zakolkalarga qaratgandim. Sababi o'zingizlar guvohi bo'lgandek, menda ikkita qiz farzand. Qizlarimning sochini 1-1,5 yoshdan o'stirishni boshlaganman. Hozirgi kunda katta qizimning sochlari anchagina uzun va har xil zakolkalarni bemalol taqa oladi. Uy ichida yurganda, ko'chaga chiqqanda klassik kiyimlar bilan, sport kiyimlari bilan bemalol tushadigan zakolka va rezinkalar. Kerak bo'lsa, hashamdor ko'ynaklarda biror bir nozik tadbirlarga borish uchun ham har xil turdagi rangli aksessuarlarni tanlaganman. Videoga olayotganimda salgina e'tiborsizligim tufayli zakolkalarning ba'zi bir qismlari videoga tushmay qoldi. Sizga shu ko'rsatgan aksessuarlarimdan qaysi biri yoqqan bo'lsa, skrinshot qilib olib, o'zimizdagi magazinlardan qarab ko'rib sotib olishingiz mumkin. Qizlarimning emotsiyasini ko'rish uchun yarim soat vaqtimni shu zakolkalarni bittalab, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib upakovka qilishga ketkizdim. Inshaalloh vaqtim bo'lganda qizlarimiz zakolka tortmasidagi hamma aksessuarlarini organizerlari bilan qo'shib, albatta yana qayta obzor qilib beraman.